Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 oktyabr kuni Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini bilan muzokara o'tkazdi. Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan ushbu mamlakat bilan o'tgan uchrashuvda nimalar gaplashilib, nimalarga kelishildi? Bu haqda Slovakiya prezidentining o'zi gapirib berdi. Samozrejme, ale táto moja návšteva mala aj bilaterálny charakter, pretože som sa včera stretol s pánom. Tashrifim ikki tomonlama xarakterga ham ega edi, chunki kecha men O'zbekiston prezidenti bilan uchrashdim. Biz ikki tomonlama muzokaralar o'tkazdik va bir necha oy avval O'zbekistonga tashrif buyurgan Slovakiya bosh vazirining tashrifini davom ettirdik. Biz o'zaro yaxshi munosabatlarimizni tasdiqladik. Iqtisodiy, xo'jalik va madaniy hamkorlik imkoniyatlari haqida suhbatlashdik. Eng muhimi, prezident janoblari bilan kelishdikki, endilikda vazirlar darajasida almashinuvlar bo'ladi va birgalikdagi loyihalar tayyorlanadi. Shu sohalarda biz hamkorlikni yanada rivojlantirishni rejalashtirmoqdamiz. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti keyinchalik Slovakiya Respublikasiga tashrif buyurib, vazirlar bilan birgalikda qo'shimcha kelishuvlarni imzolashi rejalashtirilgan. Uzbekistanu navštíví Slovenskú republiku, aby spolu s ministrami podpísali aj nejaké ďalšie dohody.